Men senlarga nima dedim? Telefon qilvormalaring, qilvoraman dedim. Hozir kelyapman. Nechun minsanlar? Bilma o'rtoq, men uyda turaverasan. Bundan tashqari qo'lingda guldek hunaring ham bor. Ishni ham hal qilamiz. Bo'ldi. Shundaymi, sen siqilma. Shuni sovg'a olaymi? Bo'ldi o'rtoq, men mashinaning yonida bo'lib turaman. Qilvoraman dedim. Jinni bo'lganmi bu? Qaqqa kelyapsan, ko'ryapsanmi? Bunda tupoy tuqsov nima qilyapsan? Sen ko'zingga qarab yurmaysan. Men bor uzr, qo'shni men bor uzr. Toshkentga yaqinda kelganman o'rtog'im, yaxshi bilmaydi. Sizga turingman o'zim gaplashaman. Sizga dedim, bilasizmi? Xatoni bu qilyapti. Sen nimaga uzr so'rayapsan? Ehtiyot bo'lib o'tmaysanmi o'rtoq? Mashina ko'p ko'rmayapsanmi? Menga qara, shaharda hamma qizlari shunaqa ilon, zahar bo'ladimi? Yo'q, hammasi ham emas o'rtoq. Qo'shnim eri o'lgandan keyin mana shunaqa psix asabiy bo'lib qolgan o'rtoq. Eri o'lgandan keyin? Ha? O'rtoq, unda bir bolalikni eslayotganmiz-da. Bir hafta vaqt, bir haftada o'rab shu kenayni tavbasiga tayantiraman. Aqling yetmaydi. Bu senga qishloqni qizlari emas, tulki bo'lib ketgan shahar qizlari. To shahar, qishloq farqi yo'q. Bir hafta. Garov. Garov? Yutsam, men xohlagan narsani berasan. Kelishdik. Faqat yordam berasan. Gap yo'q, ketdik. Shu liftdan ishlamay jonga tegdi dedi. Bizil urib. Qizim, senga nima bo'ldi? Eshitdingmi? Ha, kechik kenayku. Yur. Qizim, o'zingga ketma, bo'pti senga. Iltimos, onangni qo'rqitma. Bolam. Iltimos. Bo'pti senga. Tinchlikmi? Qo'sh tema bolamga. Tema Qo'shilib qoladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Yaxshi ham vaqtida olib kelibsizlar. Ancha xavf ortda qoldi. Birinchi yordam ko'rsatildi. Xudoga shukr. Qizingiz bo'ladimi? Ha, qizim bo'ladi doktor. Mayli, sog'ayib ketsinlar. Dorilarni vaqtida berib turinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Muslima, hammasi yaxshi bo'larkan qizim. Muslima, tuzalib ket qizim. Rahmat sizga. Qizaloqda ehtiyot qiling. Qo'lingizni og'ritganim uchun meni kechiring. Bilasana, 3 kun qoldi garovga. Esimda.